Hammaga assalomu alaykum. Milliy sertifikat natijasi chiqqanda qanday qilib biz uni ko'rishimiz kerak va qanday qilib yuklab olishimiz kerak. Mana shu haqida gaplashamiz. Biz avvalambor Google va Chrome kabi ilovalarga my.go.uz deb yoki ilovamiz bo'lsa, ilovadan kirishimiz ham mumkin. Yozib olib saytga kirib olamiz. Saytga kirganimizdan keyin birdaniga albatta shaxsiy kabinetga kirilmaydi. Mana bunday chiqadi. Yuqoridagi kirish tugmasini bosamiz. Kirish tugmasi ochilganidan keyin mana bu holatga keladi. One ID orqali kirishni bosamiz. Ushbu oyna ochiladi. Login parolni kiritishimiz kerak. O'zimizning login va parolimizni kiritib olamiz va kirish tugmasini bosamiz. Xo'p, One ID bilan login parollarni yozib kirib olganimizdan keyin biz mana bu tugmani bosamiz. Mana shu 3 ta chiziqli tugmani bosamiz. Bu tugmani bosganimizdan keyin mana shu yerda profil, arizalar, xabarlar, jarimalar, kommunal xizmat va hokazolar chiqadi. Biz bundan arizalarning ustiga bosishimiz kerak. Ustiga bosilgandan keyin bizning arizalarimiz kelib chiqadi. Quyiroqqa tushasiz. Yuborilgan sana bilan chiqadi. Masalan, barcha fanlardan umumta'lim bilish darajasini aniqlash, milliy sertifikatni olish uchun imtihonda qatnashishga ariza berish deyilgan. Xuddi siz ham shu arizangizni topasiz. Demak, ariza topilganidan keyin ustiga bosib kirib olamiz. Masalan, natijasi chiqqan arizani ko'rsatib o'taman. Ustiga bosamiz. Ustiga bosildi. Quyiroqqa chiqsangiz ariza ma'lumotlarini ko'rsangiz bo'ladi. Holati tayyorlandi bo'lib chiqdimi? Demak, natija chiqqan. Uni yuklab olish mumkin. Biz yana quyiroqqa tushsak, mana bu joyda bosqichlar yozilgan bo'ladi. Xuddi shu bosqichlardan ham natija chiqdimi, chiqmadimi yuklab olish mumkinmi, mumkin emasmi? Yanada aniqroq ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib chiqish demak, yashil bo'lgan, amalga oshirilgan. Sinov, yo'llanma amalga oshirilgan. Natijani berish xuddi mana shunday pitichka bo'lgan bo'lsa, yakunlanadi. Agar shu yerda jarayonda degan yozuv chiqib turgan bo'lsa, mana shu yerning o'zida jarayonda turgan bo'lsa, demak hali natijangiz chiqmagan. Xo'p, natijani berish chiqqan bo'lsa, biz uni yuklab olishimiz mumkin. Xo'p, natijani qanday yuklab olamiz? Biz mana shu yerda natijani berishni ustiga bosib yuklab ola olmaymiz. Quyiga chiqsangiz, har bir batafsil bittadan post shaklida berilgan. Mana ariza shakli deyilyapti. Biz uni o'tkazib yuboramiz. Ko'rib chiqish uchun qabul qilish, buni ham o'tkazib yuboramiz. Vaqti va sanasini tayinlash, buni ham o'tkazib yuboramiz. Yo'llanma berishni ham o'tkazib yuboramiz. Yo'llanma berishni mana batafsil degan joyni ustiga bossangiz, buni ham yuklab olish mumkin. Yo'llanmani yuklashingiz shart emas, shuning uchun bu kerak emas. Oxiriga tushasiz. Oxirida mana natijani berish degan joyi bor. Natija mana quyida yuklab olish degan yozuvni o'zi turadi. Ustiga bosamiz, yuklanadi. Yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Shu yuklab olishni ustiga bosganingizda unaqa qora bo'lib qoladi. Ko'pchilik tushunmaydi, men yuklab ola olmadim dedi. Shu qorani biroz teparoqqa, pastroqqa o'ynatsangiz, mana teparoqqa, pastroqqa o'ynatsangiz, mana bu yozuv bo'ladi. Faqat bu yerdan ko'rinmay qoladi, ba'zida mana bunaqa holatda bo'ladi. Shuning uchun mana hozirroq men tepaga chiqsam, mana ochish degan yozuv chiqyapti. Birdan ko'rinmay qolishi mumkin demoqchiman. Hozirroq tepaga ham, pastga ham scroll qilib, shunday topa olasiz. Ochish degan yozuvni bossangiz, keyin natijangiz chiqadi. Uni yuklab uzatish mumkin. Masalan, mana ochib oldik. Ochildi, ochish bilan. Endi mana bu yuqoridagi ulashish tugmasi bilan Telegram va hokazoga ulashib, keyin bemalol yuklab olishingiz mumkin. Shuning o'zini.